Assalomu alaykum. Здравствуйте. Ovqat o'ldiryapti bizlarni, bilyapsizlarmi? Ana shu ovqatlar boshlangandan beri, yangi zamonaviylashib borayotganimizdan beri kasalliklardan boshimiz chiqmayapti. Знаете, братья и сестры, еда убивает нас. Еда, переедание, полный желудок, запоры, всякая химическая еда, химические таблетки, все нас убивает. Пожалуйста, давайте вернемся в старые времена. Давайте. Вы просто вспомните. Рак был 20-30 лет назад. Сколько было вообще? Ассаламу алейкум, ассалам. Bir o'ylab ko'ringlar, kasalliklar bormidi bir 30-40 yil oldin? Yo'q edi. Umuman bizlar mana shu ovqat o'ldiryapti. Кушать, не надо любить. Вы кушаете, чтобы выжить, а не живите, чтобы кушать. Для желудка. Сыворотка опять. Сыворотка или ячменная вода. Муслим онлайн. Многие, кто пишут, и у меня времени отвечать на ваши вопросы, куда-то писали, не знаю. Вы поняли меня? Я должен почти неделю отвечать, неделю. У меня не хватит времени, просто поймите и все. Burun bitishiga qo'rqotilar. Piyoz sokini tomizing, sugarlashtirib. Ko'zga zreniyaga. Hazm tizimini to'g'irlab, salgina 1-2 kunlik, 3 kunlik, 4 kunlik ochlik qilib hech narsa yemagan holda faqat suv ichib, faqat meva sabzavot yeyishingiz mumkin. Ko'zingizga baliq yog'i, asal yoki piyoz sokini tomizishingiz mumkin. Topilaydigan narsani aytyapman sizga. Резко у мужа пропало желание, и по маленькому часто, у него простатит желательно. Знаете, если пропала потенция у вашего мужика, давайте несколько дней голодования, чтобы у него все из кишечника вышло. Морковный сок 1 к 1 мед перемешать и пить сколько угодно. Или желательно только морковный сок, яблочный сок и красная свекла. Только это. И может, если по маленькому часто ходит, укроп, обыкновенный укроп при простатите. 1 столовая ложка заварите как чай на 200 грамм кипятка. Настоять несколько часов и пить на целый день. Это он противовоспалительный. Вам понятно? И для потенции морковный сок с медом тоже очень хорошо. Я говорю вам в домашних условиях. Обыкновенные обыкновенные семена. Смотрите. Черный нут, если у вас есть черный, если найдете. Настой черного нута вообще эрекцию так сделает. Обыкновенные семена репы. Я не говорю вам, что редьки. Вы поймите, я репу говорю, в день 3 грамм для потенции. Или репа обыкновенная для потенции. Понятно? Кумин, черный тмин, зра, семена. Для потенции. Трибистрон Rossiyada borda. O'zbekcha gapiring. Qirg'izcha gapiraman, ruscha gapiraman. Hindcha bilsam hindcha ham gapirib boraman, birodar. Pastga tushdim. Piyoz qaynatish tartibini o'rgating. Bitta piyozni po'sti bilan 15 minut qaynatasiz yarim litr suvga. Ezib oling salgina. 15 minут. Kun davomida o'sha yarim litr ichib yurasiz. А вы говорите, можно геймера каждый день после туалета не вредно? Конечно, не вредно. О чем вы? Вы облепиховое масло пейте даже. Даже надо пить при геморрое.
Понятно? Голодование при всех болезнях, правильное питание. Allergik yo'tal ketmayapti, nima qilsam bo'ladi? Allergik yo'tal ketmayapti. Gastritingiz bormi? Men gaplashishim kerak-da, me'mor. Men buning uchun siz bilan gaplashishim kerak, sizni simptomlarni o'rganishim kerak. Bu yerda bunda allergik yo'tal o'tib ketmayapti. Uni simptomlari bor-da, nima uchun allergiya? Sizda qurtingiz bor, me'mor. Qurtingizga tekshirtiring. Shuning uchun allergik yo'tal beryapti sizga. Qarang, qurtlar Ibn Sinoning kitobida unda yozilgan. Sal achchi qurtlarga yoqmaydigan ovqat yesangiz, qurtlar jahl qilib sizni tishlaydi. Ichingizda, ya'ni anavlaringizda. Yoki tishlaydi, o'zidan zahar chiqaradi. Yoki o'lib qolgan payti, mana tasavvur, ichingiz qotib yotdi, qurt o'ladi burningizni yeganingizdan keyin, o'zidan zahar ishlab chiqaradi, chiriydi, badanga tarqaydi keyin. Keyin yo'tal keladi. Sababi ko'pda uni. Vich uchun ayting, sizga qanday olib chiqsam bo'ladi? Vich uchun sizni qulog'ingizga aytaman. Assalomu, как лечить болезнь Бехтера? При болезни Бехтера у нас есть лечение. Немножко потерпите, хорошо. Протрузия что поможет? Ну, костоправу пойдете. Мигрень ayting. Мигрень. Hijama, zuluk. O't to'lganga nima maslahat berasiz? O't to'lgangami? Zardob iching. Soch. Qahramon aka, papillomaga ayting, giyoh. Uch oylarga чистотел лечить. Трибистрон, где можем адрес? У меня в историях очень много я делал. Телефон номера вообще-то поставлял телефон. Наблюдайте в моих историях. Homodorlikka yo'tal. Piyozni asalga solib. Крыму бором фиолинг съездила, купила от давления, я бронхиальная астма. При бронхиальной в домашних условиях можно сделать. Я очень много говорил об этом. При бронхиальной астме опять голодовка. Ну, у меня, знаете, вот такой текст. Я не могу с одним словом мне сказать. Голодование и пить желательно шандра обыкновенная. Во. Вы можете... И мать и мачеха, аирболотный, корни алтея, много чего есть. Еще в Ютубе или в Гугле напишите масло прополиса. А вы напишите масло прополиса. Как делать? Напишите, это пейте. Ассаламу алейкум, ассалам. Файз qaday zo'rmisa, astmaga dori bor. Nima dori bor? Dori bor. Menga ham maslahatingiz kerak. Sahrni zebiga davo bor. Ну, Sahrni zebiga davo bor. Limfa bezlariga чистотел настойка iching yoki чистотел o'zini iching. При геморрое можно принимать арго. Нет, ни в коем случае. Малоподвижная сперма, что сделать? У меня видео есть, малоподвижная сперма. Черная зыра. Зыра черная называется, одна часть. Полчасти семена редьки, полчасти... Не, я ошибся, смотрите. Одна часть, ну, смотри, черный тмин, стакан черный тмин, 200 грамм. Нет, давайте пиалку. Вот так. 1 стакан черный тмин, полстакана черная зыра, полстакана семена редьки. Все перемешать, измельчить, добавить 1 к 1 мед и употреблять по чайной ложке утром и вечером. При бесплодии. Язва желудка, подорожник, картофельный сок, изжога мучает, картофельный сок, спасибо тебе, брат, не за что. Gapirmayotgan bolaga nima maslahat berasiz? Dori bor beramiz, gapirib ketadi. Nima qiladi qaynagan piyoz. Qorningiz to'yg'azadi. Qalaysan ba'orim qahramon, iq arindada ne tushunmadim. Salom, gepatit Bga bir nimalar ayting. Torpeda iching.
yoki ochlik e'lon qiling. 1-2 yil ochlik qilsangiz, masalan, ochlik, masalan, 3 kun, 4 kunlik, 10 kunlik, keyin bir dunyoda undan ko'ra bir 5-6 oy torpeda iching, yaxshi bo'lib ketasiz. Psoriaz bor, davoting, ichingizni tozalang. Uy sharoitida bo'ladigan bo'lsa, masla propolisa iching surting. Qurtlaringizni tushiring, hazm tizimini to'g'rilang. Faqat meva sabzavot. 3 kunlik, 10, 15, 17 martagacha orasini bir hafta qilib ochlik qiling. Mana uy sharoitida aytyapmiz. Ochlik qiling psoriazga. Bir haftalik, 10 kunlik ochlik qiling kerak bo'lsa. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Va alaykum assalom. Yaxshimisan Dilbar? 1 yoshdan o'tdi, ichi qotadi. Nima qilsa bo'ladi? O'g'lim 1 yoshdan o'tdi, ichi qotadi. Siz o'zingizni davolang, shuning uchun ichi qotyapti. Sariyog' yediring. Sariyog' uy sharoitida qilingan sariyog'ni ichi qotayotgan bo'lsa, berayotgan ovqatingizga e'tibor bering. Ko'p narsa bor. Ko'z zreniyasini yaxshilashga piyoz bilan asal sokini necha kun tomizish kerak? 1 yil tomizasiz kerak bo'lsa. Zara necha kun deganingiz nimasi? Ko'zingiz burgani ko'tini ko'rguncha tomizasiz. Shu ham savol bo'ldimi? Men sizni holatingizni bilmayman-ku. Qay holatdasiz? Qiziq gapirasiz. Zob davosini ayting, tabiiy, yaxshi. Qo'y tikan, qo'yga o'pish qo'laygan tikanni damlab ichaverasiz. Aytganman. 10 grammini 10 gram. Bir kunda 10 gram ichiladi. O'shani damlab iching. Нижний пояс чешется постоянно. Яблочный уксус растирание сделайте. Эндометриоз. Чистотел или баревая матка. Попейте салом. Скажите, пожалуйста, что надо давать ребенку начало разговаривать. Ну, смотрите, вот такой список. Я вам не скажу, я не могу вам сказать одним словом. Ёлки-палки. Диету делайте. Диету. Много и чего есть. Лейла Таирова. В данный момент я читаю про аутизм и эпилепсию. Аутизм. Сейчас. Здесь был. Аутизм. Ну, вот. Аутизм. Вот. Есть лекарство. Так, я вниз пошел. Я вниз пошел. Soqol chiqarish uchun nima qilish kerak? Shaha, siz hech videomni ko'rdingizmi yo'qmi? Soqol chiqarishga ana aytganman. Bo'ymadaron, tizchilisting degan. Shuni kulini zaytun yog'iga aralashtirib surtish kerak deb aytganman. Просто ko'rmagansizda. Mana shunda yig'lab yuraverasiz, ko'sa bo'lib. Головокружение. Головокружение это многие причины есть. Денис. Головокружение. Много причин есть. Надо эту причину узнать. Извините. Savol, Nafisa Eshboyeva. Anavlarimni ko'rmaysizlar-da. Просто miomaga gapiraverib charchaganman-da. Просто поймите, sizlar mana tushuninglar-da, hurmatli ayollar, erkaklar. Javob bermaysan deysizlar-da. Mana har kun bir xil savol. Nimaga videomni ko'rmaysizlar? Men miomaga gapiraverib charchadim. Mioma nimadan bo'ladi? Chistotel, Baligalov, Torpeda shulardan iching. Uy sharoitida aytmayman endi. Video qo'yganman. Nosni tashlashni, nosni otib yuboring. Qaramaga 3 kundan beri menga ham ayolimda ham bir xil holat, nafas havo yetishmayapti, tomog'im bo'g'ilib qolgandek. Bormadim, ayolimdagi holatni bugun bildim. Kundan beri ham ayolimda ham bir xil nafas havo yetishmayapti. Holatingizni o'rganish kerak.
Ichingizni ketkizing. Magniy sulfat iching. Ertalab va kechqurun bosib turib ichingizni bir ketkizib oling, ichingizni tozalang bir. Iltimos sizdan miyomagada tabiiy. Yo'q, sun'iy qilamiz. Sun'iy davolaymiz. Tak, aka, dadamni ko'zi ko'rmay qoldi. Doktorlar ko'zingiz sog'lom, lekin nimaga ko'rmayotganini bilmayapti. MRT головного mozga qilsin. MRT головного mozga, miyada o'simta bor. Autizmga davo bormi? Bor. Oyoqda suyakning ichida kista bor. Чистота настойка или полиграф противоопухолевый, да, ular? Diagnoz СКВ, система красной волчанки, yemi bormi? Bor. Воспаление молочных желез. Листья капусты на листья капусты смазываете мед и лечебная повязка делаете на вечер. Toksikozga nima qilish kerak, qahramon aka? Toksikozga ana bitta dori aytgandim, 20 ta yurak uchun. Ya'niki ajva xurmosining ekstrakti. Ajva xurmosining ekstrakti. Men sizlarga hozir ko'rsataman. Do'konlarimizda Al-Iksir. Bepul dori istaysizmi? Yurak og'ri dorisi. Bepul 20 dona keltirib qo'ydik. Mana videomni ko'ringlar-da. Tushundingizmi? O'z ko'rsataman. Bepul Al-Iksir. Bepul beramiz. Вообще anavsi yo'q. Buning tarkibida Al-Iksir. Do'konlardan so'rang. Ajva ekstrakti. Ana toksikozga ham yaxshi deb yozilgan. Tersidan Nargiza Jalilova 8. Assalomu alaykum. Qizimning terisida muammosi bor. Ko'rib qo'ya olmaysizmi? Manzil qayerda? Iltimos. Manzil hozir Hindistondaman. Ya'niki nimadaman? Amritsardaman. Armitsar. Keling, hozir lokatsiyasini tashlayman. Orqa tarafdagi harom yunglarni qanday yo'qotsa bo'ladi? Tak. Orqa yunglar. Tandir yo'qiladimi yo'qmi hech uyingizda? Agar tandir yo'qilsa, faqat sekin olov yonayotgan paytda orqangizni tandirga bir tiqib oling. Hammasi tak bilan yonadi. Tak tugi bilan. Ko'p ko'tingizni tutib turmang. Bo'lmasa quyrug'ingiz yerga ketadi. Так, astmaga dori ayting. Astmaga голодовка. Undan keyin в ячменной воде, ya'niki arpani qaynatmasiga qichiqqi o'tni urug'i damlanib o'sha ichiladi. Onun uchun retseptini sizga berishim kerak. Bunday. Aytganman uni ham. Aka bel grijasiga katta hajmda bo'lsa, yordam bo'lsa giyoh nima? Giyoh va mashq yordamida yo'q qilsa bo'ladi. Ko'krak sutiga ham aytib o'ring. Ko'krak sutigami? Anisa обыкновенная или fenxil. Arpa budyomda. Damlab iching. Oddiy sutga sabzini qaynatib iching. Sumaya Jaji, yuqoridagi savolimga javob bering. Yuqorida rahmat. Qayerdan topaman sizni? Assalomu alaykum. Assalom. Maslahat bering, migren.
Migrenga video qo'yganman, ko'rmagansizlarda. Sizga oddiy. Hijoma qildiring. Farzandim uchun so'rayapman. Nimani so'rayapsiz bilmadim. Nafasim tez-tez qisiladi. Ne qilsam bo'ladi? Nafas qisilishiga, отдышка, Melisa lekarstvenani iching. Melisa lekarstvenani yoki balg'amlar bu. Nafas siqilishi. Qaranglar-da, savol noto'g'ri-da. Nafas nima uchun qisilganini bilishimiz kerak-ku. To'g'rimi? Yurakdan qisilyaptimi, zobdan qisilyaptimi, o'pkadan qisilyaptimi? Узловой зоб, лапчатка белая. Зентокс, детям можно. Я не знаю Зентокс, что это такое. Надо внутри что есть. Я всегда за натуральное. Всегда за натуральное. Bolamni qo'lida suyuqlik bor ekan. Nima qilsam bo'ladi? Oddosh qahramon 121. Savolingiz yarim chala. Nima haqida aytgan? Qo'lida suyuqlik. Tromplarim ham borda. Tromplarga meva sabzavot suvini iching. Chesnok yuting. Chesnokni yuting. Chesnokni sokini iching. Suvini ezib turib. Suvga ivitib qo'ying. Доброй ночи. Торпеды как можно пить, скажите, плиз. Один пакет закончил. Нас. Вы о чем? Вы, смотрите, я сейчас вам... Один пакетик выпила. Ну, знаете, оказывается, как пить? Ну, сестра. Вы задаете вопросы, как будто не знаете, что задавать. Ozishga tuxum va apelsindan pastga tushdik. Эндометриоз. Что можно? Эндометриоз. Ну, боровая матка, чистотел. Уники бармоq. Облепиховое масло. Уники бармоq ichakka. Ekzemaga. Ekzema sizda antiparazitarka iching. Ekzema. İçingizni tozalash kerak. Ekzemaga. Панкреатит хронический. Панкреатит. Масло прополиса или сам прополис. Или настойка прополиса. Самый простой. Yuz falajida ham ayting. Yuz falaji. Zuluk soldiring. Qarang, yuz falajiga, undan keyin qora sedana ham yaxshi foyda beradi. Qora sedanani surtish kerak, burunga to'mizish kerak, quloqlarga, boshga. Endi bir og'iz bilan aytib bera olmayman-da sizga, yuz falajiga. O'pkadan kelyapti, davosi bormi? Rahmat. Bor davosi. Lab yo'rilishiga, Bekpulatov. Lab yo'rilishiga. Gubnoshga qo'ying deyaymi? Gubnoshga qo'yasizmi? Tavakkal. Sariyog' surting. У ребенка начинается ларингит. Антипаразитарку сделайте. Антипаразитарку сделайте. Мемасу 0112.
Понятно? При ларингите я видео сделал. Посмотрите, пожалуйста. Диагноз СКВ, система красного волчанка, гемобарма. Я уже сказал, что да, есть. В данный момент вы чистотонастойку попейте, голодовку делайте. Это аутоиммунное заболевание. Длительное время надо. Да, может, годы уйдет, годы для лечения вас. Сильная диета, голодование, очистка печени, почки. Главное это. Чистка печени, почки, крови. Torpedani itsam oshqozonim og'riyapti. Nimasini dozasini tushiring. Og'riq to'xtagandan keyin qayta boshlaysiz. Demak, problemangiz bor. Qurtingiz bor, qurtingiz. Ichgan paytingiz qurtingizga yoqmaydi, tishlaydi. Про густую кровь. Чеснок ешьте, кушайте. При густой крови. Или обыкновенно морковный сок и сок красной свеклы. И еще заварите чесночные шелуха. Или вообще луковые шелуха. Заварите, как чай пейте при густой крови. Не надо детям лекарства, блин, Тошматов. Почему детям лекарства даете? Я сказал вам сейчас. Топленое масло. Касторовое масло дайте. И вы сами что употребляете, это наблюдайте. Quloq shanqalashini yo'qotish mumkin. Albatta yo'qotish mumkin. Bu simptom. Qora sedanani ertalab va kechqurun желательно sabzi sokiga aralashtirib yeng. Bir choy qoshiqdan ichinglar. Шымкент ждет. Если на руках сухо и чешете, трескается, что можно... Антипаразитарку! Антипаразитарку! Если у вас сухость, если у вас антипаразитарка, много кушайте. Много чего попало, кушайте. Почему от чеснока тошнит? Почему? Возможно, у вас какие-то проблемы с желудком или паразитам не нравится. Паразитам не нравится, они кусают ваши кишечники. Вы поверьте. Juda tez ozish yo'lini ayting. Og'zingizni tikib qo'ying. Bas kasalligi, qiyin kasallik. Nerv tomirlari вообще qurishi. Qiyin kasallik. Болезнь Бехтера. Для Бехтерова привезем лекарства. Терпение. Или употребляйте в данный момент дрожжевые черви. Аргон, дрожжевые черви. Употребляйте. Голодование, чистка. Чисто от... как на русском языке? Как называется? Известь. Надо известь избавлять. Многое что попало, кушали. Многое что. Обезболивающее. Все это для нас это обезболивающее. Это очень плохо. Плохие вещества вообще-то. Обезболивающие. Аптечные лекарства. Это для нас очень плохо. O'pkadan suyakka o'simta o'tib ketibdi. Да. Adenokarsinomami nima narsa?
Не надо операции, если у вас в желчке камни на болезни. Не надо. Не торопитесь. Qahramon aka, bolam uyg'onib qoladi, javob ber. Nimani javob beray? Ey, Fozilxon, 010. Men tushunmayman-da sizlarga. Kimsiz, nimasiz, qaysi savolingizga javob beray? Og'izdan hid yiring keladi. Gaymaritingiz bordir, Xolida Rahmonova. O'rganish kerak buni. Balkim ichingiz qotib yotgandir. Go'sht, mol go'shti zarar. Mol go'shti zarar. Masalaga hozir Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam doim tarzda sigir va buzoq go'shti yeyish sadaf, psoriaz, pes, vitiligo, fil kasalligi, mo'xov yana bir necha kasalliklar olib keladi deganlar. Qadimgi tabiblar mo'xovni barcha tanadagi go'sht saraton sifatida qarashar edi. Taomlar bo'limi, и так далее, и так далее. Mol go'shti oshqozonni kam kislota ishlab chiqaradigan kishilarning qon guruhi oshqozonni hazm qilmaydi, faqat chiriydi. Chirigan go'sht yoki har qanday hazm bo'lmasdan chirigan taomlar qoldiqlar tomirlarga tiqiladi, a'zolar va teri ostidagi to'planadi. Bu qoldiqlar tiqilgan tomirlarga qon kelmagani, leykositlar bilan chirib tashqariga chirmagani uchun xuddi katta paxta buntida bo'lgandek ichdan sekin-sekin yopib, ko'p miqdorda yopuvchi gaz chiqaradi. Teri ostidagi a'zolarni bir to'da. Mana. Teri ostida a'zolarning qoldiqlarining yonishi natijasida to'qimalar buziladi. Quruq ekzema, sadaf, vitiligo uchun zamin yaratadi. Вот, пожалуйста вам. Qanday tushundingiz? Bo'ladi argonchisangiz gepatitis bo'lsa. Если у него тонус, Джамиля, у него тонус есть, да, на носочек ходит. У него тонус, да, лекарство есть. Qanday kitob qahramon? Oydin Soliq, haqiqiy tibbiyot kitobi. Oydin Soliqda haqiqiy tibbiyot. O'rganinglar. Ibn Sinoning kitoblari ham. При всех заболеваниях, братья и сестры, голодовка, делайте голодовка. Пожалуйста, употребляйте очень мало. Еда убивает нас. Обезболивающие, og'riq qoldiruvchi dorilar bizlarni buyragimizni ichdan chiqaradi. Обезболивающий убивает нас. Иммунитет сам справится, если у вас что-то болит. Если болит, знайте, что иммунитет сам борется. Я правильно сказал? А когда мы употребляем обезболивающее, мы режем иммунитет. Umarova go'zal. 1000 marta yozdim. Eng yomon ko'radigan nimam? Umarova go'zal. Hozir sizni savolingizga javob beraman, blokировать qilib tashlayman. Я блокирую Умарова Гузал, потому что она очень много, который я вообще не люблю, это слово 1000 раз написала. Я блокирую сейчас вас.
Сейчас в первую очередь закреплю. Birinchisi anaqa topolma anaqa. Так, прикрепить. Во, qanaqa прикрепить. Yo'q, bu emas, открепить. Qanisiz? Yo'qolib qoldi. Topolma. Yana bitta yozing-da. Men sizni topayda. Chap qovurg'amda ostida og'riq qani shu? Men blokirovать qilishim kerak. Ha, topaman. Vo. Вот. Я не люблю такие комментарии. Ming marta yozdim, aka, chap qovurg'a ostida og'riq bo'lyapti. Xo'sh, nima qilay? Chap qovurg'aning tagida taloq bor, oshqozon osti bezi bor. Yo'q, agar qabirg'alaringizda orasida bo'lganda edi, межреберный невралгия, ya'ni ischias bo'lishi mumkin edi. Sizda hozir nima talog'ingiz og'riyapti deyaymi? Oshqozon osti bezingiz bilmayman-ku men. Qanisiz? Umarova Go'zal. Men sizni o'zim blokirovать qilaman, закрепить qilib qo'yibman, qarang. Uyqu beziga propolis. Allergiya qanday dori ichish kerak? Antiparazitarka ichish kerak. Allergический yutalgan antiparazitarka. Антипаразитарка. Горечь во рту. Мадина, у вас где? Горечь во рту и в кончике. В кончике. Морковный сок. Несколько дней попейте. Диета, строгая диета. И утром и вечером по 100 грамм картофельный сок. Он propolis sotmayman. Va'da bergan Umarova Go'zal, sizni blokirovать qilyapman. Qaniki? Открепить. Tribistron davleniyasi borlarga bo'ladi. O'zim ham ichib yuribman. Davleniyasi borlar. Tabiiy sok ichingizlar, tabiiy sok. Sok ichingizlar. Sabzi soki bilan qizil lavlagini soki ichingizlar. Davleniya yo'qoladi. O'pka rakini davolashni kimni tavsiya qilasiz? Xudoni, Allohni tavsiya qilaman. Обратите внимание на сообщение. Обратил хиджама. Поликистоз – это наследственное заболевание. Надо особенно поликистоз. Если поликистоз почек, надо особенно лечить. Язва желудка намадова бор. Bir xil savollar ko'ryapsizlarmi? DTPga davo bormi? Tug'ma bo'lsa davosi yo'q. Tug'ma bo'lsa.
ko'krak saktonadi va eting nafasi qisiyapti, doktorlar o'tkazib yuboribsizlar dedilar. Bir og'izdan qanday aytaman sizga, Ergasheva? Bir og'izdan qanday qilib aytaman o'tkazib yuborilgan saratonni? Qanday qilib aytaman sizga? 1 yil, 2 yil davolanish kerak buning uchun. Qanday aytaman sizga hozir? Ochlik qiling, 1 oy ochlik qiling. O'tkazib yuborgan bo'lsa. 1 oylik qiling, 40 kunlik ochlik qiling agar o'tkazib yuborgan bo'lsa. Faqat meva sabzavot iching. Bir og'izdan sizga saratonni mana shu bilan davolanib ko'rinadi. Nima deb o'ylayapsizlar? Qayerga yurdingiz shu paytgacha o'tkazib yuborib? Qayerda edingiz? Tribistron ichib oyoqqa dumbaga og'riq berdi. Da, o'zimda ham bo'lgan. 3 kun 4 kun zo'r og'riydi. Chunki buyraklaringizda hamma tiqilmalarni ochadi. Og'riydi, keyin o'tib ketadi. O'zim ham ichib yuribman. Ha. O'ng qo'lim. Gaymaritga qizil lavlagini sokini tomizing. Mazol haqida. Limonni uchini kesib mazolga bosing. O'rab qo'ying. Yo, to yaxshi bo'lguncha har kun almashtirib. Semirishga video qo'yganman, yaxshilab qarang. Hamma videomda oxirigacha ko'rib chiqing. Adenoidni nima qilay burnimdagi. Rosa sho'r suv tomizib yuring. Yoki chistotal giyohi bor, o'sha chistotal giyohini sokini tomizishingiz kerak. Hozir qurug'i bor. Bir xil savollarda qurug'ini damlab turib tomizing. Tabiiy ichayotganingiz. Tabiiymi ichayotganingizda sertifikati bor tabiiy. Ichida sink bor, keyin anav bor. Yer bag'irlagan temir tikan. Bo'yingiz endi o'smaydi 22 yosh bo'lsa. Bo'yini 10 santimetrga qanday o'stirsam bo'ladi? Dorisi bor, dorisidan ichishingiz kerak. Tabiiy dorisi bor. O't qopi yog'lagan piyoz damlamasini ichsa bo'ladi. O'lmaysiz-da. Ya tasavvur qiling, nima qiladi ichsangiz? Ichsangiz nima qiladi? Oddiygina piyozku, bu savol emas-da. O'qiganim uchun xafa bo'lib ketaman shuni. Tak, tuqqan ayolning buyragi og'rib, qo'l oyog'i shishsa, shiponiga ichiring, asal bilan faqat davleniyasini tushirib yubormaslik uchun. Ko'k yo'talga chesnok bilan sut. Ko'k yo'talga chesnok va sut. Oddiy bir dona chesnokni ezib turib, sutga qaynating, milg'aratib, ezilib pishgan. O'shani iching. Samarqandda filial ochilyapti. Efirni yakunlaymiz. Zakanchiym. Halila keldi. Pirmatov. Jigarda exnakok davosini ayting. Torpeda zo'r tushirgan. Torpedamiz. Qora sedanani bosib turib iching. O'sha ham tushiradi. Ana shu exnakok qayerdan keldi? Болезнь exnakok. Откуда эхнокок? Даже паразиты бывают в крови. А кровь где ходит? В печени. Эхнокок – это паразиты. Надо очистить антипаразитарку. Черный тмин тоже для эхнокока. Антипаразитарку пейте и пейте торпеду с мумией.
yurakka stent qo'ydirsak bo'ladi. Xohlasangiz qo'ydiring, xohlasangiz qo'ydirmang. Menga unday savol bermang. Men sababini va davolarini aytganman. Mayli, salomat bo'lingiz. Будьте здоровы, короче. Uflamang, Ahmadova. Uflamang menga. В Оше, в Джалалабаде, в Бишкеке есть филиалы. Есть.